Assalomu alaykum yurtdoshlar. Bugun e'tiboringizga bor yo'g'i 2,7 sotix yer maydoniga mo'ljallab chizilgan 2 qavatli 8 ta xonadan iborat bo'lgan imkurating obzorini qilmoqchiman. Undan oldin sizlardan bitta iltimos, bittadan like, podpiska va o'zlaringizning fikrlaringizni kommentariyalarda yozib qoldirsangiz keyingi videolarimizga motivatsiya bo'lgan bo'lar edi. Xo'sh, bir boshdan uyimizning obzorini boshlaydigan bo'lsak, umumiy ko'cha tomondan fasadimizning eni 11 metr bunaqasiga va uzunasiga 24,6 bo'lyapti. Shu holatiga 2,7 sotix yer maydoniga mo'ljallab tushgan bo'ladi. Endi uyimizni bir boshdan fasad tomonlardan qisqacha obzor qilaman, keyin bir boshdan tomlarni olib 3D plan ko'rinishini ham ko'rib chiqamiz. Umumiy ko'cha tomondan qaraydigan bo'lsak, mana eniga 11 metr, mana bu yerda darvozaxonamiz, bitta mashina turadi, sig'adi va yonidan bemalol o'tib qaytishga joy bo'ladi. Va mana bu mehmonxonamiz bo'lyapti. Mehmonxonani ko'cha tomonga qoldirganmiz. Hovli tomondan tushuntiradigan bo'lsak, unda oldin mana ikki tomoni devorlari gulxoy, qo'shnilar bo'lganligi uchun gulxoy qilingan. Faqat mana bu yerda ozgina zinaxonamizni yopib turadigan oyna qolingan. Xo'sh, hovli tomondan tushuntiradigan bo'lsak, mana hovli tomonga to'g'ri kirib kelamiz. Uyimiz hovlining to'g'ri qismi, etak qismida joylashgan. Mana bu yerda ozgina yashil zonamiz bor. Mana bu yerda yozga o'tiradigan joyimiz bo'lyapti. Va buning yonida yozgi oshxonamiz. Hozir bularni tomon olib ko'rsataman, ya'ni ham tushunarli bo'ladi. Darvozaxonadan to'g'ri kirganimizda mana bitta mashina turadigan joyimiz bor va mana bu yerdan to'g'ri mehmonxonamizga kiramiz. Va mana bu yerda umumiy общий hovlimiz uchun bitta hojatxona qoldirib ketganmiz. Uyimizga keladigan bo'lsak, uyimiz mana etak tomonda tushgan va orqa tomonga o'tadigan mana bu yerda yo'lak ham qoldirilgan. Bu yerdan qaraydigan bo'lsak, mana asosiy kiradigan eshigimiz. Kirganimizda bitta katta hol bo'ladi, oilaviy o'tiradigan, televizor ko'rib dam oladigan xonamiz bo'lyapti. Shu yerni o'zidan to'g'ri mana bu eshikdan mana bu oshxonamizga kelamiz. Bu oshxona. Oshxonani o'zidan to'g'ri yozgi ayvonga ham, yoz kunlari o'tiradigan mana chiroyligina ayvonchamizga ham chiqsa bo'ladi. Tepadan tushuntiradigan bo'lsak, mana bu yerda balkonimiz bor va mana bu katta xonamiz, hovli ustidagimiz katta ota-onalar uchun yotoqxona bo'lyapti. Va buning yonida oshxonamiz ustida bitta bolalar xonasi bor. Uyimizda umumiy 8 ta xona bo'lib, birinchi qavatda 4 ta xona va ikkinchi qavatimizda ham 4 ta xona va qo'shimcha yordamchi xonalardan iborat. Orqa tomondan tushuntiradigan bo'lsak, mana yo'lak tomonimiz qolgan. Mana bu yerdan sanuzel, katyol, kladovka xonamiz bor. Shu yerdan orqa hovliga ham to'g'ri chiqsa bo'ladi. Va undan oldin mana bitta birinchi qavatimiz uchun ota-onalar yotoqxonasi qoldirib ketganmiz. Yuqorida xuddi shunday, buni ustida ham bitta yotoqxona bor ota-onalar uchun va bu tomonda bitta detskiy xonamiz bo'lyapti. Umumiy ko'rinishda mana shunday holatda chiroyli ixcham qilingan proyektimiz. Bu proyektimizga ketadigan qisqacha material xarajatlarini aytadigan bo'lsak, betonimizga umumiy hisobda 54 kub atrofida beton sarflanadi. Podval qilinmagan, o'shaning uchun beton kamroq sarflanadi. Podvalning o'rniga bitta kattagina kladovka xona qilib ketganmiz. Xo'sh, ketadigan g'ishtlarni hisoblaydigan bo'lsak, uyimizning asosiy uyimizni o'ziga g'isht qilingan mana bu yerlar. Asosiy uyimizga va mana bu zaborlarimiz hammasi shlaka blokdan qilingan bo'ladi mana bu taraflari. Faqat uy bo'lgan joylar hammasi pishig'ishdan bo'ladi. Umumiy hisobda mana shu holatidagi uyimizga 34 ming atrofida pishig'ish sarflanadi. Va tomimizga keladigan bo'lsak, tomni kvadrati общий mana buni hammasini qo'shib hisoblaganda 260 kvadrat atrofida tom sarflanadi. Xo'sh, endi bir boshdan birinchi qavat va ikkinchi qavatni planini ko'rib chiqamiz. Ularni yashirib turamiz. Mana tepadan ko'rsatadigan bo'lsak, общий mana yuqoridan ko'rinishi, kimga kerak bo'lsa skrinshot qilib olishlari mumkin. Mana shunday holatda bo'lyapti. Bir boshdan buni tushuntiradigan bo'lsak, mana bu yerda mana darvozaxonamiz bo'lyapti. To'g'ri kirganda bitta mashinamiz bemalol sig'adi. Yonida ham o'tib qaytishga joy bo'ladi. Va bu yerdan to'g'ri aylanib keladigan bo'lsak, mana bu yerda mana mehmonxonamiz, ikkita fortishkasi ko'cha tomonga qaragan bo'ladi. Mana bu yerdan to'g'ri kiramiz. Buning yonida mana bitta hojatxonamiz bor. Hovli uchun общий hojatxonamiz bo'lyapti. Va bu yerda mana yozgi ayvonimiz. Bu yerdan to'g'ri chiqamiz. Oshxonaga ham to'g'ri shu yerdan kirib ketsak bo'ladi. Va bu yerda mana bu yerdan o'tadigan bo'lsak, yozgi oshxonamiz joylashgan, ya'ni bu yerga bemalol bitta yozgi oshxonamiz, ko'hna mebellar joylashadi. Mana bunday qilib joylashtirsak, tandir, o'choq, shunga o'xshagan narsalar bemalol joylashadi. Mana shunday holatiga. Qisqacha ko'rsatib o'taman. Taxminan mana shunday qilib ketsak, bemalol tepasiga ham xuddi shunday qilsa, bemalol mana yonida ham o'tib qaytishga joy bo'ladi. Xo'sh, uyimizni o'zini tushuntiradigan bo'lsak, mana bu yerda yashil zona qoldirib ketilgan va orqa tomonga o'tadigan yo'lagimiz bor. Asosiy uyimizga mana bu yerdan kiramiz. Uchta zina bilan to'g'ri kiramiz. Kirganimizda mana o'rtamizda bitta hol bo'lyapti mana.
Shu holni o'zida mana zinadan to'g'ri ikkinchi qavatga chiqib ketamiz va zinani tagidan ham kladovka sifatida foydalansa bo'ladi. Va bu yerda mana oshxonamiz, to'g'ri bu yerdan oshxonaga kiramiz. Oshxonamiz ham kattagina va oshxonaning o'zidan to'g'ri mana bu yozgi o'tiradigan ayvonimizga ham chiqsa bo'ladi. Tomonga mana bemalol chiqsa bo'ladi. Oshxonamizga mana bu yerga bemalol ko'hna mebel joylashadigan bo'lsa, bu tomoniga mana stol qo'yib o'tirsa bo'ladigan joy bo'ladi. Undan tashqari holni o'ziga ham bemalol mana uglovoy divan qo'yib, mana bu yerga televizor qo'yib bemalol foydalansa bo'ladi. O'zlariga ham yaqin mehmonlar kelganda ham bemalol o'tirsa bo'ladi. 5 kishi 10 kishi bemalol sig'adi. Xo'sh, qolgan xonalarni ko'rsatadigan bo'lsak, zinaning yonidan to'g'ri mana yo'lakchamiz bor. Yo'lak orqali to'g'ri mana orqadagi kladovka katyolxonamiz hammasi mana shu yerda bo'ladi. Shu yerga chiqib ketamiz koridordan va buni o'zidan to'g'ri orqa hovliga mana bunday chiqib ketsa bo'ladi. Havo almashishiga, ventilyatsiyaga yorib tushishiga juda ham yaxshi. Va bu yerda mana bitta ota-onalar, onaxon uchun bitta spalni qoldirib ketganmiz. Mana ikkita derazasi orqa tomonga qaragan bo'ladi. Va buning yonida mana birinchi etajimiz uchun общий hojatxona va hammom joylashib ketgan. Mana bu yerda hojatxona bo'lsa, bu yerda hammomni joylashtirib ketganmiz. Umumiy ko'rinishda mana shunday ixchamgina 2-7 sotix yerga tushgan proyektimiz bo'lyapti. Xo'sh, endi ikkinchi qavatini ko'rib chiqamiz. Xo'sh, ko'taramiz, bunisini olib turamiz. Mana ikkinchi qavatga kelamiz. Tomlari mana bunday sal chiroyliroq qilingan, murakkabroq. Agar uyimiz ekonom variant bo'lsin desangiz, oddiyroq qilsa ham bo'ladi. Mana bularning nafasiga. Bu mansard tipiga o'xshaydigan tom, oddiyroq qilsa ancha arzonroq tushadi. Xo'sh, ikkinchi qavatni kelib ko'radigan bo'lsak, mana bu yerda mana zinamizdan to'g'ri aylanib chiqamiz. Chiqqanimizda mana qisqagina uzun koridorimiz bor. Bu tomondan ko'rsataman, tushunarli bo'lishi uchun. Va o'ng tomonimizda oshxonaning ustida bitta xonamiz bo'lyapti. Mana detskiy xonamiz. Derazasi mana bu tomonga qaragan bo'ladi. Va chap tomonimizda sanuzillarimiz, общий sanuzilimiz, ikkinchi etajimizda bitta общий sanuzil bor. Mana shunday. Va mana bu koridorchadan to'g'ri ikkita xonamizga o'tamiz, ya'ni mana bu kladovka katyolxonamiz ustida bitta detskiy xonamiz bor, ixchamgina. Va mana bu ota-onalar yotoqxonasi ustida ham bitta kattagina detskiy xonamiz yoki ota-onalar yotoqxonasi qilsa ham bo'ladi. Ikkita oilaga mo'ljallab qilsa ham bo'ladi bemalol. Kattagina xona. Va oxirgi xonamiz mana bu master spalni, asosiy ota-onalar yotoqxonasi bo'lyapti. To'g'ri mana bu yerga balkondan chiqib ketsa bo'ladi. Balkondan qaraganda uyimiz chiroyli ko'rinib turadi, ya'ni mana hovlimiz shunday chiroyli ko'rinib turadi. Umumiy ko'rinishda mana shunday ixchamgina chiroyli uy bo'lyapti. Mana shunday holatda yurtdoshlar qo'ldan kelgancha ko'rsatib tushuntirib o'tdim. Biror talab takliflar bo'lsa, buyurtmalar bo'lsa bemalol tortinmasdan murojaat qilishlaringiz mumkin. Telegram nomerimni mana bu yerda qoldirib ketaman.